umuman bugun proyektni umuman qaytadan menga taklif beradilar. Yerda shu yagona darchani ham markazlashgan qilamiz yerda. Umuman hamma qonun mana shu ZAKS bilan birga nima kerak bo'lsa, o'sha binoga bo'ladi. Ikkinchidan mana biz to'ylar to'g'risida gapiryapmiz. Endi ZAKSning mudirasi faqat registratsiya qilib yurmaydi. ZAKSning ichida ham 200 kishilik to'y qilayotgan joy bo'ladi. To'yda qancha artist bo'ladi, qancha ichimlik bo'ladi, go'shi qancha, puli qancha va hokazo hammasini o'sha ikkinchidan to'y qilishdan oldin aytadi. Qayerda to'y qilasiz? Mana shunday to'y qilsangiz biz sizga ruxsat beramiz. Bo'lmasa boring Toshkentda to'yingizni qilib keling deydi. Qaysi ZAKS yoki qaysi yoshlar yoki rayon hokimi biz qabul qilgan qaror bo'yicha to'y qilmasa javobgarlikka tortamiz. U to'g'ri bo'ladi, noinsofchilik bizga Xudo taolo ham kechirmaydi. O'sha ZAKSda chiroyli qilib xavfsizlikni ta'minlab to'y qilib uyga olib borib beramiz. Unda 2 ta kitob, 4 ta she'r o'qiydi. Faqat hali eshitmakon haligi artistlarni likkillagan ana davush Yevropacha qilgan haligi diskotekasi yo'q bo'ladi. Ashula aytadi, uni ashulasini tushunish kerak. O'yinga chiqadi, munojatga o'ynasin kerak bo'lsa. O'zimizning urf-odatimizga salgina men munojatni kesatib aytayapman. Sal bizga munosib o'yinga o'ynasin axir. Yechinmasdan kiyinib urf-odatimiz bilan ZAKSning mudirasi qo'l qo'ydimi? Boshi bilan javob beradi. Bir yerda noto'g'ri to'y bo'ldimi? Ketadi ishdan. Tamom. U